Assalamu alaykum, tordagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tarjimholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda payg'ambarimizning da'vatni Makka sirtidagi qabilalar va shaxslarga ilib borgan yerlarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Tema: Yasrib aholisidan 6 pok jon. Peygamberlikning 11-yili, miladiya 620-yili 6-aylar. Haj mavsumida islom davati nihoyat yaxshi, isil urug'lar bilan uchrashdi. U urug'lar tezda büyük baraqsan cho'ng daraxtlarga aylanib, musulmonlar bu daraxtlarning soyasida necha yil davomlashgan zulm sitam yalqinlarining zaharlik taptidan o'zini daldiga oldi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin Mekkeliklerinin inkari ve Allah'ın yolundan tosup ziyankeşlik kılışlarına qarta qo'llangan dana tedbirlerden biri, u müşrikler bilip qalsa tosalgı bolmusun üçün davet qılmaqçı bolğan qabillər düşkən menziliga tün qarang'usida maxfi chiqatdi. U bir kechisi tün nisbida Abu Bakri va Ali roziyallohu anhuma ikkaylan bilan shu maqsadda Zuhal va Shaybon ibn Sualaba qabillarning chidirlariga bordi va ular bilan islom to'g'riliq so'zlashdi. Abu Bakri roziyallohu anhu bilan Zuhal qabilasidan bir odam o'ttirsida qizg'in, ijobiy savol-javoblar bo'lib o'tdi. Banu Shaybon qabilasidan kelganlar kishini umidvor qiladigan javoblarni bergan bo'lsa-mu, lekin ular islomni qabul qilishdan hozircha to'xtab turganligini aytdi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Mina teg'i davundan bo'ylab mangdi va shu atrofda bir nechaylarning gudung-gudung ovozini angladi va burilib shularning qishiga bordi. Ular Yasrib yoshlaridan muni 6 nafar o'g'lon edi. Birinchi As'ad ibn Zurara Bani Najjar jamoatidan. Ikkinchi Avin ibn Hariz Bani Najjar jamoatidan. Üçüncü Rafiya ibn Malik ibn Ajlan Bani Zurayq jamoatidan. To'rtinchi Qutba ibn Amir ibn Hadida Bani Salima jamoatidan. Beşinci Uqba ibn Amir ibn Nabi Bani Haram ibn Kaib jamoatidan. Altıncı Jabir ibn Abdullah ibn Riab Bani Ubayd ibn G'anam jamoatidan edi. Yasrib aholisining ta'liyi o'ngdan kelganligining alomati shuki, ular ittifoqdoshi bo'lgan Madina yahudilarining pat yaqinda oxir zamon payg'ambari zuhur qilib chiqdi. Biz uningga tunji bo'lib agishib, uning rahbarligida sizlarni od eram qavmlarini o'ltirgandek o'ltirmiz deganlarini anglab qolatdi. Bu qitim payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning qishiga berib, "Sizlar kimlar?" deb so'radi. Ular "Biz Xazraj qabilasidan" deb javob berishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Yahudilarning emildoshlari, ya'ni ittifoqdoshlari deb qo'shib qo'ydi. Ular "Ha, shundoq" deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "O'ltirmamsizlar, sizlarga gap qilay" deydi. Ular "Bo'ludi" deyishib o'tirishdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga islomning mohiyatini sharhladi va o'zining da'vat nishonini o'ttirg'a qo'yib, ularni Alloh taoloning tarafiga chaqirdi va Qur'on o'qib berdi. Shu an ular bir-biriga "Bilamsizlar, ey qavmdoshlar, Alloh bilan qasamki, bu cho'qim yahudilar bizga tahdid solgan payg'ambar shu. Shunga ular bu payg'ambarga bizdan burun agishib olmasligi kerak" deyishib, uning da'vatiga tezda ovoz qo'shib, shu an musulmon bo'ldi. Ular Yasribning yiroqni ko'rar aqillari bo'lib, amdila oyoqlashgan, ammo yanada yamrash ehtimoli bo'lgan ichki urush o'ti uchqunlari Yasrib xalqini qattiq holsirtayotgan bo'lg'achqa, ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu da'vatining urushning talto'kis oxirlashining asosiy bo'lib qilishini umid qilishdi. Shunga ular: "Ey Rasululloh, biz hozir xalqimizni tashlab bu yerga keldik. Ularning orasidagidek o'ch adovat ya yomonliklar hech qanday bir qavm orasida bo'lmas. Umidimiz shuki, Alloh sizning sababing bilan
ularni birlashtirvetse ajab emas. Biz qaytib ularni bu ishqa da'vat qilamiz va biz qabul qilgan bu dinni ularga tunishtiramiz. Agar Alloh ularni sen orqali birlashtirvetse, u chaqda sendan aziz odam bo'lmaydi, deyishdi. Ular Madinaga qaytganda islom elchiligini birga ilib kelishdi. Natijada Ansar aholilarining hammasi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning gapidan boshqa gap bo'lmaydigan holat shakllandi. Tema Baytul Muqaddasga safar va Miraj. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin daveti müşriklarning zulm ve ziyankeşlikleri tüpeyli galibe ve mağlubiyet o'ttirsida qadir ahval yol içip ilgirlayotgan ve yiroq ufuqlarda galibe yulduzları g'ilbal nur chechib ko'rinayotgan bir paytda Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'ga Beytul Haramdan Beytul Muqaddasga safar qilish ve u yerdan Alloh taolaning dargohiga Mirajga chiqish safari muvaffaq qilindi. Beytul Muqaddas, Falastinning Yerusalim Quddus shahridagi payg'ambarlar masjidi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bir kechida Makkadan Beytul Muqaddasga berib, u yerdan Allohning dargohiga o'rlab, jannat, do'zax va dargohi ilohini ziyorat qilishi Miraj deb ataladi. Tema Tunji Aqaba va iti. Yuqorida Yasriblik 6 nafar kishi payg'ambarlikning 11-yili Haj mavsumida musulmon bo'lgan bo'lib, ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan bu elchilikni o'z qavmlariga cho'qim yetkazishga va'dalashgan degaydi. Buning natijasida 2-yili Haj mavsumi payg'ambarlikning 12-yili milodiya 621-yili 7-oyda Yasribdan 12 odam hajga keldi. Ularning 5i oldingi yili payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rishganlar. Shu yili kelolmagan bir kishi Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab edi. Qolgan 7si yangidan qo'shilib kelganlar edi. Ular: 1. Muaz ibn Haris ibn Afra'i, Khazraj qabilasi, ya'ni Najjar jamoatidan. 2. Zakwan ibn Abdul Qays, Khazraj qabilasi, ya'ni Zurayq jamoatidan. 3. Ubada ibn Samit, Khazraj qabilasi, ya'ni G'anam jamoatidan. 4. Yazid ibn Sa'alaba, Khazraj qabilasi, Bani G'anam jamoatidan. 5. Abbas ibn Ubada ibn Nazla, Khazraj qabilasi, Bani Salim jamoatidan. 6. Abul Haysam ibn Tayhan, Aviz qabilasi, ya'ni Abdul Ashhal jamoatidan. 7. Uvaym ibn Saida, Aviz qabilasi, Bani Amru ibn Af jamoatidan. Bularning eng oxirgi ikkisi Aviz qabilasidan, qolganlari Khazraj qabilasidan edi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Mina teg'idagi Aqaba degan joyda uchrashib, ayollar bay'at qilgandek, ya'ni Makka fathi qilinganda nozil bo'lgan ayollar bay'at qoidasi bo'yicha bay'at berdi. Imom Buxoriy rahimahulloh Ubada ibn Sobit roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga: "Kelinglar, Manga Allohga hech narsani sherik qilmaslikqa, o'g'irlik qilmaslikqa, zina fohisha qilmaslikqa, bolalaringlarni kambag'allikdan qo'rqib o'ltirmaslikka, o'z oldinglarga bo'xton o'ydirib chiqmaslikqa va yo'lliq ishda Manga osiylik qilmaslikqa bay'at beringlar. Kimki o'z va'dasiga vafo qilsa, uning ajrini Alloh beradi va kimki shu ishlarning birasiga chetilib qilib, shu sababdan dunyoda jazolansa, u jazo shuningga kaforat bo'ladi. Kimki shu ishlardan birasini sodir qilib, Alloh uning bu aybini yapsa, uning ishi Allohning ilkida bo'ladi. U xolisa azoblaydi, xolisa uni kechirim qiladi" dedi. Shuning bilan men yana bir nusxada biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ashu modillarning hammasiga bay'at qildim yoki qildik deyilgan. Islom elchisi Yasribda.
Bey'at tamam bo'lib, haj faoliyatlarimi oxirlashib, hojilar o'z yurtlariga qaytishga boshlaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Yasribdagi musulmonlarga islom shariatini o'rgatish, diniy ahkomlarni tushuntirish va shu yerda texcha sherik aqidada turayotgan odamlar orasida islom da'vati ilib berish uchun o'zining tunji elchisini ashularga qitib Madinaga yo'lga soldi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem bu elçideki en dastlab musulmon bo'lgan islom yosh avangardlaridan biri bo'lgan Mus'ab ibn Umayr raziyallohu anhuni tanlagan edi. Xo'shalnarliq natija. Mus'ab ibn Umayr raziyallohu anhu As'ad ibn Zurara raziyallohu anhuning uyiga tushdi va ikkisi birlikda Yasrib aholisiga to'lib toshgan qizg'inlik bilan din tarqitishga boshladi. Mus'ab uzoq o'tmay Yasrib xalqi orasida Qur'on o'rgatguchi degan nom bilan tanildi. Uning islom da'vatida eng zo'r muvaffaqiyat qozongan so'rovlarning biri shuki, u bir kuni As'ad ibn Zurara roziyallohu anhu bilan Bani Abdul Ashhal va Bani Zafar mahallariga da'vatga chiqqan edi. Ular Bani Zafar jamoatidan bir kishining beg'iga kirib, u yerda Bi'iri Miriq deb atilgan bir quduqning levida so'rin tuzib o'tirdi. Ularning qishiga bir büyük musulmonlar jam bo'ldi. Şu kunlarda texi Bani Abdul Ashhal jamoatining boshlig'i Usayd ibn Huzayr bilan Said ibn Ma'azlar musulmon bo'lmagan edi. Ular buni anglab Said Usaydga: "Yur, bizning sodda odamlarimizni ahmoq qilg'ili kelgan avu ikkaylarni to'sqin. Ular bizning bu yerlarimizga kelib yurmasin. Men boray desam As'ad ibn Zurara Hammachamning o'g'li. Şundaq bo'lmagan bo'lsa, seni avatmay ularga o'zimni tetitdim", dedi. Shuning bilan Usayd ibn Huzayr neyzisini ilib yiliqi bog' tarafga qarab chapdi. As'ad roziyallohu anhu Usaydning yiroqdan kelayotganligini ko'rib, Mus'ab roziyallohu anhuga: "Bu kishi bir jamoat xalqining boshlig'i. Sening qishingga keldi chig'i, uningga xudolik uchun ta'sirlangudek ikki og'iz so'z qilib qo'ygin", dedi. Mus'ab roziyallohu anhu agar o'ltirsa shundoq qilay, dedi. U Usayd yilila til soldigandek achchig'i bilan kelib, ularning beshida to'xtadi va: "Sizlarni bu yerga kim chaqirib keldi? Ish uqmaydigan ojizlarimizni ahmoq qilmoqchimisizlar? O'zinglarning xususiy hojatinglar bo'lsa aytinglar, bo'lsa ko'zimizdan yo'qolinglar", dedi. Bu chaqda Mus'ab roziyallohu anhu uningga: "Avval o'ltirib tinglab baqmamsan. Sen rozi bo'lgudek ish bo'lsa qabul qilarsan. Navoda yoqtirmagudek bo'lsa sana tangmaymiz", dedi. Usayd: "Gaping o'rinliq", dedi-da, nayzisini oldiga sanjib qo'yib o'ltirdi. Mus'ab roziyallohu anhu uningga islom dinini qisqacha tunishtirdi va muyassar bo'lgan miqdorda Qur'on tilovat qilib berdi. As'ad ibn Zurara roziyallohu anhu mundaq degan: "Alloh bilan qasamki, biz Usaydning og'zidan gap chiqib bo'lguncha uning chiroyining jilvalanib ketganligini ko'rib, uning vujudiga islom nuri ta'sir qilganligini his qilgan edik." Tilovatdan keyin Usayd: "Bu nim degan mazmunli kalom va nim degan yaxshi din? Bu dinga kirmoqchi bo'lsa, nima ish qilib kirish kerak?" deb so'radi. Mus'ab bilan As'ad roziyallohu anhuma ikkaylan: "Avval g'usl tahorat olasan va kiyimingni poklaysan. Ondan shahodat aytib 2 rakat namoz o'qiysan", dedi. Usayd ibn Huzayr o'rnidan turgancha xoli bir makonga berib g'usl qildi. Ustidagi kiyimni pokiz kiyimga almashtirdi va so'ringa kelib shahodat aytdi. Orqadan 2 rakat namoz o'qidi. Ondan u: "Mening keynimda bir odam bor. Agar u sizlarga tobi bo'lsa, uning qavmidan birmu odam bu ishdan bo'yin to'lg'maydi. Men uni hozirda qishinglarga avatay", dedi. Shuning bilan u nayzisini ilib Saidning qishiga qaytdi. Said ibn Ma'az qavmi jamoatlari bilan u so'rinida Usayd ketgan peti o'ltiratdi. U Usaydni yiroqdan ko'rib: "Alloh bilan qasamki, Usayd cho'qim ketgan holati bilan kelmidi", dedi. Usayd so'ringa kelib to'xtaydi. Said: "Ularni qanday qilding?" deb so'radi. Usayd: "Men ular bilan so'zlashdim. Qasam qilib aytalaymanki, ularda qabul qilg'ili bo'lmagudek yomonlikni ko'rmadim, ammo ularni keskin to'sdim.
Ular sening deginingdek qilamiz deyishib qoldi dedi. Usayd gepiga ulab, o'qishimcha Bani Haris jamiyati Asad ibn Zurariga qarshi chiqib, uning sening Hammachangning o'g'li ishkanligini bilib turib, sening yuzingni qilmay uni o'ldirmoqchi bo'libdimish dedi. Bu gapni anglab Said darg'azab bo'lib o'rnidan turdi va qo'liga nayzisini ilib, hech yonga qaramay u ikkalanning qishig'a bordi. Said u ikkalanning bexaraman o'ltirganligini ko'rib, Usayd meni bu ikkalanning gapini anglab baqsin debdi deganni ko'ngli keltirdi-da, g'azabini zo'rg'a bisib, ularning qishig'a kelib to'xtadi va Asad ibn Zuraraga Azbroyi Xudo, Abu Umama, Asadning kunini, agar o'tirimizda ashu urug' tuqqanchilik munosabatimiz bo'lmagan bo'lsidi, sen bunchalar adab ketmagan bo'latding. Bizga yoqmaydigan ishlarni eshik oldimizga akilib qilganing nimasi? dedi. Asad ibn Zurara roziyallohu anhu Said Iroqdan kelayotgan chaqdilla Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhuga Allah bilan qasamki, mana oldinga bir qavmning sardori keldi. U sana tabi bo'lsala, uning qavmidan birmu odam iymondan bosh tortmaydi degan edi. Shunga Mus'ab roziyallohu anhu Saidga, "O'ldirmamsan, anglab ko'rgin. Agar sen rozi bo'lg'udak ish bo'lsa, qabul qilarsan. Navoda sana yoqmasa biz ketmamdiq", dedi. Said, "So'zing o'rinliq", dedi-da naysini yerga sanchib qo'yib, Mus'abning oldiga kelib o'tirdi. Mus'ab uningga islomni tushundirdi va Qur'on tilovat qilib berdi. U mundaq degan: U eg'izini ichib ifoda bildirgicha, uning chiroyi jilva qilib memnun bo'lganligidan uningga islom ta'sir qildi deb o'ylagan edi. Tilovat oyoqlashgandan keyin u: "Bu nima degan go'zal shirin kalom, nima degan yaxshi din? Bu dinga kirmoqchi bo'lsa nimalarni ado qiladi?" deb so'radi. Mus'ab roziyallohu anhu uningga: "G'usl tahorat olasan, kiyimingni poklaysan va guvohlik kalima shahodat aytsan, orqadan 2 rakat namoz o'qiysan", dedi. Said o'rnidan turib uning deganida qildi. Ondan nayzisini qo'liga ilib, o'z qavmining majlisiga keldi. Ular Saidni ko'rib, "Alloh bilan qasamki, u cho'qim boshqa holat bilan yenib keldi", deyishib o'tirgan edi. Said ularning qishig'iga kelib to'xtadi va Bani Abdul Ashhal jamiyati, sizlar menga qandoq qaraysizlar? dedi. Ular: "Bizning boshlig'imiz, dona fikrli yaxshi odamimiz", deyishdi. Said: "Undaq bo'lsa sizlarning ayol har qandaqinglar Alloh va Allohning payg'ambariga iymon keltirmagicha menga gap qilish harom", devetdi. Buning bilan shu kuni kech kirganga qadar Bani Abdul Ashhal jamiyatida faqat birla ismi Usayramdan boshqa musulmon bo'lmagan birmu odam qolmadi. Faqat u Usayramning musulmon bo'lishi Uhud urushigacha kechikib, u shu urush bo'ladigan kunila musulmon bo'lib jangga qatnashdi. Usayram mushriklarni nurg'un talofatga uchirtib, oxir shahid bo'lib ketdi. Demak, u Alloh taolo uchun 2 rakat namoz o'qib, beshini sajdaga qo'yib boqmagan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning haqida u oz amal qilib ko'p ajrga erishadigan bo'ldi, dedi. Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu Asad ibn Zurara roziyallohu anhuning uyida turib, kishilarni islomga da'vat qildi. Buning bilan Madinada Ansar oymoqlaridan musulmon yo'q birmu uy yoki oila qolmadi. Hammasida musulmon ayollar bor edi. Faqat Bani Umayya ibn Zayd, Xatima va Voil mahallasida bir qancha oilalar qolib qoldi. Ularning ichida Qays ibn Aslat ismli bir shoir, ular uningga itoat qiladi. Ismli bir shoir bor edi. U o'z qavmi bilan islomni qabul qilishni kechiktirib, toki Hijriyaning 5-yili Xandak urushi oldida musulmon bo'ldi. Kilar yili, ya'ni payg'ambarlikning 13-yili Haj mavsumi yetib kelishdan burun Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu nusrat xo'sh bishoratlarni ilib Makkaga qaytib keldi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Yasrib qabillarning xabarlarini va u xalqdagi yo'shirin kuch-quvvat, yaxshi xislatlarni, o'zini qadrlash, qo'rliqqa bosh egmaslikdek aloyidliklarni so'zlab berdi. Shunda qilib
Bu qıdımlıq kitab oquşimiz bu yergacha bo'ldi. Kelar qatim ko'rishayli. Xeyri xo'sh. Assalomu alaykum. To'g'ridagi barliq kitob anglovchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Madinadan kelgan bir turkum yoshlarning islomni qabul qilganligi va uni Madinaga olib jamoatga da'vat ilib borganligi va nurg'ulg'anlarning islom diniga moyil bo'lib payg'ambarimizdan ko'rish uchun kelganliklarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Ikkinchi Aqaba bay'ati. Bi'satning 13-yili, ya'ni payg'ambarlikning 13-yili, milodiya 622-yili 7-oy. Haj mavsumida Yasriblik musulmonlardan 70 necha kishi haj qilish uchun Makkaga keldi. Ular Yasribdagi texcha musulmon bo'lmagan mushrik hojilar bilan billa kelgan edi. Ular Yasribdagi cheg'ida bo'lsin yoki yo'lda kelayotgan bo'lsin izchil holda biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni Makka tog'larida qachongacha sargardon bo'lib, dakka-dukka ichida yurishiga qarab turmiz deb savol qo'yishadi. Ular Makkaga kelgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan yushurun aloqalashib, Təşriq kunlarining o'ttirlarida Mina tog'idagi Jamratul Ula degan yerda Aqaba, Davon yendagi jilg'a ichida uchrashishni tun qorong'usida intayin maxfiy ilib berishga kelishdi. Biz hozir Ansar rahbarlaridan birini islom dini bilan mushriklik keskin elishayotgan ashu hayot mamatliq kunlarda tarix chaqini o'ng'a burgan bu ahamiyatli uchrashishni so'zlab berishga taklif qilayli. Kabib ibn Malik Ansari raziyallohu anhu mundaq deydi. Biz Makkaga hajga bordik va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan tashriq kunlarining o'ttirlarida Aqabada uchrashishga va'dalashdik. Biz bilan jamoatimizning boshlig'i obro'li zot Abdullah ibn Amru ibn Harom bizga birga edi. Biz uni hajga billa ilib kelgan edik. Biz mushrik sabdoshlarimizdan bu uchrashishni boshdan-oxir sir tutgan edik. Shunga biz uningga: "Ey Abu Jabir, sen bizning boshlig'imiz ham jamoatimizning nufuzli arbobi. Sening mushu peti g'aflatda ketaverib, oxir do'zaxqa kuyinda bo'lib ketishingga chidab turolmaymiz" dedik. Ondan uni islomga da'vat qildik va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Aqabada uchrashganligimizni uqtirdik. U mundaq deydi: "Shuning bilan Abdullah shu an musulmon bo'ldi va biz bilan Aqaba uchrashishiga qatnashib, jamoatimizning vakili bo'lib saylandi." Kayb raziyallohu anhu yana mundaq deydi: "Shuning bilan biz Yasribdan birga kelgan mushrik safardoshlar bilan qonalg'umizga kirib uxlab qoldik. Kechining 3dan biri o'tib edi, yotgan joylarimizdan hech kishiga to'ydirmay sug'urilib chiqib, Aqabadagi hiliqi jilg'iga to'plandik. Biz 73 er va 2 ayol, Nasiba, Kabining qizi, yana Mazin jamoatidan Asma, Amrining qizi, Bani Salima jamoatidan edik." U yana mundaq degan: "Biz jilg'iga yig'ilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kelishini kutib o'tirdik. Uzoq o'tmay Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yetib keldi. Onun bilan tog'isi Abbas ibn Abdul Muttallib billa kepti. U ashu kunlarda tig'i musulmon bo'lmagan bo'lsa-mu, biroq u qarindishining o'g'lining bu ishiga qatnashib, uning uchun ham ahdi paymon ilib ishni puxtalash uchun kelgan ekan. Shunga u tunji bo'lib so'z qildi." Suhbatning boshlanganligi va Abbasning mas'uliyatning og'irligini o'ttirga qo'yganligi. Yig'ilishga qatnashishga tegishliklar to'liq kelib bo'lgandan keyin diniy va siyosiy aktlarni tuzish uchun suhbat boshlandi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tog'isi Abbas ibn Abdul Muttallib dastlab so'z qildi. U ko'pchilikka bu ittifoq ahdisini tuzgandan keyin ularning zimmasiga yuklanadigan mas'uliyatning og'irligini ochiq o'ttirga qo'yib mundaq dedi: "Ey Hazraj xalqi,
Ərəblər Əviz və Xəzrəcdən ibarət bu iki qəbiləni Xəzrəc debla ataydı. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmnin cəmiyyətimizki ornini bilisizlər. Gerçi biz onun dində bolmasaqmı, onu öçmənlik qılğıcı muxalif güçlərdən qoğdab kelyapmiz. Hili ham qishimizda tursa davomliq azizlindi və fidokorlik bilan qo'g'dilinadi. U sizlarga qitilib shu taraflarga ketmoqchi bo'lyotidi. Shunga sizlar uningga bergan va'danglarga amal qilsanglar va uni dushmanlardan qo'g'lay olsanglar, borsa borsin. Navoda sizlar uni o'z yurtidan elib chiqib ketgandan keyin tashlab etib dushmanlarga fursat yaratib berdigandek bo'lsanglar, mana hozirlik qilib qolsin. U o'z jamiyati va o'z vatanida obdan azizlandi va qo'g'diladi. Kayb raziyallohu anhu mundaq deydi. Shuning bilan biz uningga, sening gapingni angladik. Endi sen bir gap qilib boqqin, ey Rasululloh. O'zing uchun va Parvardigoring uchun qanday shartlaring bo'lsa o'ttirga qo'ygin dedik. Mana bu javob ularning bu ulug'vor mas'uliyatni ado qilishda va uning xatarlik oqibatlarini ustiga elishda yuksak iroda, qat'iy niyat, botirona jasorat va komil imonga ega ekanligini ko'rsatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zining demoqchi bo'lganlarini o'ttirga qo'ydi. Andin bay'at tamom bo'ldi. Bay'at moddalari. İmam Ahmed raziyallahu vaqaning tafsilotini Jabir raziyallahu anhudan rivoyat qildi. Jabir raziyallahu anhu mundaq deydi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga: "Ey Rasululloh, sana nimaga bay'at qilamiz?" degan edik. U mundaq dedi. Birinchi, mayli ruhinglar ko'tarangu, jo'shqin holatda bo'lsin va yoki ruhsiz, bo'shang holatda bo'lsin, gapimni anglashqa va itoat qilishqa. Ikkinchi, mayli qiyinchilik, mayli kangrichilik mezgillarda bo'lsin, hammasida pul mollaringlarni ayamaslikqa. Uchinchi, yaxshi ishlarga buyurishqa, yomon ishlardan to'sishqa. To'rtinchi, Allah yo'lida sabit bir qadam bo'lishqa va Allah uchun har qanday tapa malomatdan qo'rqmaslikqa. Beshinchi, men u yerga borganimda menga yordam qilishqa va meni o'z nafsinglarni, xotin qizlaringlarni va bola chaqanglarni qo'g'digandek qo'g'dashqa bay'at qilasizlar. Va uning badaliga sizlarga jannat bor. İbn İshaq rahimahullah Kayb ibn Malik raziyallohu anhudan naql qilgan bir hadisda mushu moddalardan eng og'irqi bir moddadan mundaq deyilgan. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'z qildi. Qur'on tilovat qilib berdi. Alloh taolo tarafga da'vat qildi va islomni tushuntirdi. Ondan mundaq dedi. Men sizlardan meni xotin qizlaringlarni va bola chaqanglarni qo'g'digandek har qanday bir kelishmaslikdan qo'g'dashga bay'at olaman. Shuning bilan Baro'i ibn Ma'rur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'lini tutib, shundoq seni haqdan bilan payg'ambar qilib avatgan Alloh bilan qasamki, biz seni jinimizni qo'g'digandek qo'g'daymiz. Bizning bay'atimizni qabul qilgin ey Rasululloh. Azbiroyi Xudo, biz jang maydonida cho'ng bo'lganlarimiz, jangovarmiz. Jang bizning ata mirosimizdir, dedi. Kayb raziyallohu anhu mundaq deydi. Baro'i Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yuqorqi gapni deb turatdi. Abu Haysam ibn Tayhan gapni bilib u, ey Rasululloh, bizning odamlar Yahudilarni demakchi. Odamlar bilan to'xtam ahdilarimiz bor. Biz uni buzib tashlamoqchi bo'lyapmiz. Agar shunda qilsak, keyingi kunlarda Alloh seni g'olib qilsa, bizni tashlab Makkadagi qarindoshlaringning yoniga ketib olasanmi? dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tabassum qilib kulib qo'ydi va mundaq dedi. Yo'q, men sizlar bilan go'sht bilan qondak va xish bilan loydak. Balki men sizlarning, sizlar mening, sizlarning dushmaninglar mening dushmanim, sizlarning do'stinglar mening do'stum, dedi.
Bey'atning shartlari haqida suhbat oyoqlashib, ko'pchilik bey'at berayli deb turganda, oldingi 2 yil, ya'ni Bi'satning payg'ambarlikning 11 va 12 yillarida musulmon bo'lgan pishqadam musulmonlardan 2 kishi ko'pchilikka ahvolni yaxshi tushunmay turib, bey'at qilib salmaslik uchun bey'at ahdisining mas'uliyatini ta'kidlash va ularning qurbon berish irodasining qanchalikligini sinab beqish maqsadida orqa-orqadan turib so'z qildi. İbn İshaq rahimahullah mundaq deydi. Ular bey'atga qul berishga tayyor turganda, Abbas ibn Ubada ibn Nazla o'rnidan turib, "Qarindoshlar, bu odamga nimaga bey'at berayotganligini bilamsizlar?" deydi ko'pchilik. "Ha, bilamiz" deyishdi. Abbas, "Shubhisizki, sizlar uningga dunyodagi barliq oq tanlik va qora tanliklar bilan dushmanlashishga bey'at qilyapsizlar. Agar sizlar iqtisodinglar ziyonga uchrab, yaqin qarindishinglar chiqim bo'lib ketgili tursa, uni tashiydigandak bo'lsanglar, mana hozir uchig'ini danglar. Mushi yerda qolsin. Undaq qilish ilohim saqlag'ay. Dunyo va oxiratda satchilikdir. Ammo mol-mulk, jon-tan demaymiz. Payg'ambarga bergan va'dimizga vafo qilamiz desanglar, bu dunyo va oxiratlik nijotlikning bishoratidir" dedi. Ular, mal-mulkimizdan ayrılsaqmı, eng mötver kishilarimizdan juda bo'lsaqmı, Rasulullohni cho'qim elib ketimiz. Ey Rasululloh, agar biz va'dimizga vafo qilsak, bizga qanday mukofot bor? deyishvidi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jannat deb javob berdi. Ular taraf-tarafdan qo'lingni chiqarg'in deyishib, qo'llarini sunib bey'at qilishga boshladi. Jabir raziyallohu anhuning rivoyatida mundaq deydigan: "Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bey'at qilish uchun o'rnimizdan turdik. As'ad ibn Zurara u hammamizdan kichik edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'lini tutib turib, "Ey Yasrib xalqi, oldirmanglar. Biz bu kishining Allohning elchisi ekanligiga iymon etganligimiz uchunla uning yiniga to'g'lerimizni hosirtib yugurishib keldik. Bugun uni ilib chiqib ketish deganlik barliq arablar bilan munosabatni uzish, botir azmatlarimiz o'limga tutib berish deganlikdir. Mushunga sabr qilib bardoshlik beralsanglar, elib chiqib ketayli. Ajrimizni Xudo komil berar. Ko'nglinglarda oz-to'la g'am andisha bo'lsa, mushu yerda qolsin. Bu sizlar uchun Allohning oldida eng yaxshi o'zridir" dedi. Bey'at ahdnomasi. Bey'at moddalari bekitilib, qayta ta'kidlangandan keyin qo'l ilishib ko'rishish usuli orqali bey'at boshlandi. Jabir roziyallohu anhu, As'ad roziyallohu anhuning yuqorqi so'zini naql qilib bo'lgandan keyin mundaq deydi. Ular, "Ey As'ad, Rasulullohning qo'lini qo'yvat. Alloh bilan qasamki, biz bu bey'atni qo'ldan bermaymiz. Bey'atdan keyin xiyonatmi qilmaymiz" deyishdi. Bu chaqda As'ad roziyallohu anhu ko'pchilikning naqadar qizg'in, fidokor va irodasining kuchli ekanligini bildida, u Madinada Mus'ab ibn Umayra roziyallohu anhu bilan billa da'vatchi bo'lgan edi. Amdi bu qitim bey'at qilg'uvchilarning diniy raisi bo'lib, bosh bo'lib bu bey'atga qo'l berdi. İbn İshaq rahimahullah mundaq deydi. Bani Najjaz cemaati As'ad ibn Zurara raziyallohu anhuni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qo'lini tunji bo'lib tutgan kishi deyishidi. Shuningdan keyin umum yuziga bey'at qilish boshlandi. Jabir raziyallohu anhu yana mundaq deydi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yiniga birdan berib bey'at qilatdik. Bizden bey'at faoliyatiga qatnashgan hiliqi 2 ayol og'zaki bey'at qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir yot ayolning qo'lini tutmagan edi. 12 vakil. Bey'at oyoqlashgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ulardan bey'at moddalarini ijro qilishda o'z qavmlariga mas'ul bo'la oladigan nufuzli kishidan 12 kishini vakil qilib ko'rsatib berishni talab qildi. U mundaq dedi: "Sizlar menga qavminglarning ichidagi ishlarga mas'ul bo'ladigan 12 kishini ko'rsatib beringlar.
Şunun bilan dərhalla ularning nomzodi ko'rsatilib, vakillar saylab chiqildi. Ular Xazraj qabilasidan 9, Aviz qabilasidan 3 kishi edi. Ularning ismlari tuvandikicha. Xazraj qabilasining vakillari: 1. Asad ibn Zurara, 2. Said ibn Rabiya ibn Amru, 3. Abdullah ibn Ravaha ibn Sualaba, 4. Rafiya ibn Malik ibn Ajlan, 5. Berra'i ibn Ma'rur ibn Sahri, 6. Abdullah ibn Amru ibn Haram, 7. Ubada ibn Sabit ibn Qays, 8. Said ibn Ubada ibn Dalim, 9. Munzir ibn Amru ibn Xunays. Aviz qabilasining vakillari: 1. Usayd ibn Huzayr ibn Simak, 2. Said ibn Xaysama ibn Haris, 3. Rifa'a ibn Abdul Munzir. Mazkur vakillar saylab chiqilgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vakillarga mas'ul yo'lchi bo'lish sifati bilan ulardan qayta ahdu paymon ilib mundaq dedi: Havariyun İsa alayhissalomning sahobalari: Havariyullar o'z qavmlariga kepil bo'lgandek, sizlarmi o'z qavminglarga kepil, menmu o'z qavmim, umumiy musulmonlarga kepil. Vakillar albatta shundoq deyishdi. Shaytonning yig'ilishni pash qilib qo'yishi. Ahdnomini chingitish ishi oyoqlashib, bay'atchilar tarqalish oldida turganda, bir shayton bu yig'ilishni pash qilib qo'ydi. Bu shayton mazkur ahvolni eng oxirgi minutlarda bayqab qolgan bo'lg'achqa, texi jilg'idan ayrilib bo'lolmagan bay'atchilarni to'pilab tutib, adibini bergizish uchun Qurayshlarga yoshirin xabarlantirishga ulgurolmaydi. Shunga u egiz bir do'ngga chiqib, eng yuqori ovoz bilan: "Ey yerlik aholilar, sizlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam va uning bilan ahdilashgan bir uchum kishilar bilan koringlar yo'qmi? Ular sizlarga qarshi jangohda uchrashishga kelishdi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni anglab, bu mushu vodining razili edi. Xap to'xtab tur, Xudoning dushmani, sen bilan ayrim ilishmisam, dedi. Ondan ularni tarqalib ketishga buyurdi. Ansarlarning Qurayshlarga zarba berishga tayyorlanishi. Yiliqi shaytonning ovozini anglagan Abbos ibn Ubada ibn Nazla: "Seni haqdan bilan avatgan Alloh bilan qasamki, sen ma'qul ko'rsang biz atdegan Minoga qilishlarimizni ko'tarib chiqamiz", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Biz hozir unda qilishga buyurilmadik. Hozircha yotoqlaringlarga qaytib turinglar", dedi. Shuning bilan ular qonalg'ulariga qaytib uxlab qolishdi. Quraysh tarafning Yasrib katlariga norozilik arz sunganligi. Shayton mal'unning bu sadosi Qurayshlarga anglanadi. Ularning ichida tashvish va ansizlik paydo bo'ldi. Chunki ular bundaq bay'atning oqibatining o'zlarining hayoti va mol-mulkining bexatarligiga nisbatan qanchalik og'ir tahdid bo'lganligini obdan biladi. Shunga ular atsi tang suzilishi bilan tang Makka katiboshlari va bir qism o't quyruqi oqsoqollardan bir guruhga tashkillab, hiliqi to'xtamga norozilik bildirish uchun Yasribliklar tushgan manzilga keldi. Va "Ey Xazraj xalqi, o'qishimizcha sizlar bizning hiliqi odamimizning yeniga kelib, uni bu yerdan ilib ketmoqchi bo'lib o'tibsizlar va uning uchun biz bilan urushishga, o'limga ahdi beribsizlar. Azbiroyi Xudo, har qanday bir arab qabilasiga silishtirganda, sizlar bilan qilish tanglishish ko'nglimizga yoqmaydi", deyishdi. Bay'at tun nisbida intayin maxfiy ravishda ilib berilg'achqa, Haj o'maki ichidagi mushriklar bundan qilcha xabarsiz edi. Shunga bu mushriklar hang-tang bo'lishib, "Bu nima gap? Bu yerda hech ish bo'lmadi", deyishib qasam ichib berishdi. Shuning bilan ular Abdullah ibn Ubay ibn Salulning qishiga keldi. U ko'pchilikning oldiga chiqib: "Bu degan yolg'on gap. Bizda bunday ish bo'lmadi. Mening qavmim bu yerda emas.
Hatta Yesribdagi chaqdımı menden beso'roq ish qilmaydi, dedi. Musulmonlar bir-biriga ma'nili qarshib qo'yib, birsimi eg'iz ichib, shundoq yoki emas demay jim turishdi. Quraysh taraf shu mushriklarning gapiga ishonishga majbur bo'lib, amalsiz qaytib ketishdi. Shunday qilib, bu qatimliq kitob o'qishimiz mushargich bo'lsin. Kelar qatim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.